Premyer-ministr Jo'mart O'to'rbayev Gazprom ishxonasining direktor o'rinbosari Nikolay Varlamov bilan uchrashib, Qirg'izistonning janubiy hududini gaz bilan ta'minlashni tezlashtirishni so'radi. O'to'rbayev o'z so'zida O'sh, Batken va Jalolobod oblastlarida gaz masalasini muhim bo'lganini ta'kidlab, avval erishilgan ma'qullashuvlarning asosida aholini zangori olov bilan tezda ta'minlash masalasini ko'tardi. Gazpromning vakili Varlamov bugun ishxonaning maxsus guruhi Qirg'izistonga kelib, ahvol bilan tanishib, masalani hal qilishini va'da qildi. Joriy yil aprelida Qirg'izgaz ishxonasining to'lig'i bilan Gazpromga sotilgan. Bundan ko'p o'tmay O'zbekiston Qirg'izistonning janubiga gaz berishni to'xtatib, hududning aholisi shu kungacha gazsiz qolmoqda. So'nggi 3 yilda o'lkaga kirgan avtomobillarning soni 3,5 barobarga o'sdi. Bu haqda iqtisod ministri Temir Sariyev bildirdi. Uning ta'kidlashicha, 2010-yili davlatga 30 ming avtomashina olib kelingan bo'lsa, 2013-yili ularning soni 105 mingga yetgan. Tashqaridan kelgan temir tulporlarning 43%ni ishlab chiqarishdan 12 yil avval chiqqanlar tashkil qiladi. Ekologiyani buzgan eski avtomashinalarning oqimini to'xtatish maqsadida hozirda ularga nisbatan bojxona to'lovlarini keskin ko'paytirish qarori qabul qilindi. 2 kubgacha bo'lgan avtomashinalarning boji to'lovi har kubini 10 sentga ko'paytirish yoki davlat hududiga olib kirish uchun qo'shimcha $200 to'lanadi. Boji xizmatining ma'lumotiga tayansak, mazkur to'lovlarning yil yakunigacha 300 million kelayotgan yildan esa 1 milliard so'mdan oshiq qo'shimcha mablag' tushadi. Davlat chegarasini buzganlarga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish parlamentning himoya va xavfsizlik komitetida ma'qullandi. Endi tashabbusni Jo'g'ir kengash ma'qullasa, chegarani buzganlar 3 ming so'mdan 50 ming so'mgacha jarima to'lashadi. Tashabbuskor deputat Almazbek Batirbekovning ta'kidlashicha, qonun loyihasi davlat chegarani himoya qilish va mustahkamlash maqsadida ishlab chiqqan. O'sh shahar 2-do'stlik hududiy kengashida ayrim ko'p qavatli uylarning yashovchilari chiqindilarni o'z uylarida saqlashga majbur. Chiqindi tashlash mashinalari yo'q bo'lgani uchun bundan boshqa ilojlari yo'q. Chiqindilar ko'payib ketganidan ba'zi bir yashovchilar avtomashinalar bilan shaharga tashlab kelishmoqda. Ayrimlari esa uyning atrofiga yashirin tashlashga ham majbur bo'lishmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Shahardagi To'xtabay Tabayev ko'chasining 3 ko'p qavatli uyining yashovchilari uchun haftaning har yakshanbasi xuddi bayram. Shu kuni aholi bir haftalik to'plangan chiqindilarni tozalik mashinasiga solib berishadi. Ungacha esa shu holda uylarda saqlashga majbur. Chiqindi tashlovchi qutining yo'qligi sabab. Nurzida Turg'unboyeva kechagina chiqargan chiqindisi bugun yana to'lib ketganini aytadi. Uyda saqlab o'tiramiz, qanday musor bo'lsa dag'i. Endi jayning kunida darbiz ko'pchilik bala bor uylarda, alarning suvi chiqib, uylar sasgan kunlar bo'ladi. Podyezdlarga qo'yishadi, podyezdagi qo'shnilar uzalarni qo'ydirmaydi. Ayla yo'q, juvush dorilar so'siz bo'ladi. Chimindan musorga qo'nadi. Al chimin qayra uyga kiradi, baldarizga qo'nadi. Tomoq ashqa qo'nadi. So'siz anday narsa. Chiqindi tashuvchi mashinaga ulgurmay qolganlar keyingi haftagacha chiqindilarni uyda saqlashdan boshqa ilojlari yo'q. Ba'zilar oshxonalarida chiqindi to'lib ketganidan shaharga olib borib to'kib kelishga majbur. Biroq aholi muammoning yaralishiga o'zlari sababchi ekanini aytishadi. Sababi o'zlari bundan 2 yil avval chiqindilarni hidiga chidasha olmay qutilarni oldirib tashlashgan. Hozir bo'lsa chiqindi tashlash qutisini qayerga o'rnatishni o'ylab, 3 uyning yashovchilari bir qarorga kela olmay ovora. Yo'q, qo'ydirgani, qarshi chiqqani hech kimda yo'q. Biroq uyning janina qo'ydirgani ma'qul bo'lmaydi-da. Jittanat deydi, chimin ko'yadi deydi. Qayerlar o'shol antisanitariya bo'ladi, uyning yaqin жайгашкан эле бир место табылбаса, бирок алга жителдер макул эмес. Ал мусорду контейнер деген үйдөн алысыраак туруш керек. Өзүнүн бир немелери, нормативдери болсо керек, канча метр туруш керек, канча алыстыкта туруш керек. Ошон үчүн эле. Бир апта үйдө чогултуп отура берген. Бул деген мындай мен ойлойт элем, ошол мэрия, ошол эле жанагы биздин чоңдор деле бир апта мусорун үйдө чогултуп отурса анда кандай болмок да? Чечип берип коюшса болот. Бул жерде башка жактарда деле бир аз алыс эмес жерге, жолдун аркы бетинде бар орун. Ошол жерге деле орун кылып контейнерлерди коюп берип койсо болот деп мен ойлойм да. Yashovchilar qutini ko'chaning orqa tomoniga o'rnatish taklifini maxsus yig'ilish o'tkazib, 2-do'stlik hududiy kengashining vakillariga bildirishgan. Ular esa taklif qilingan yer bo'yicha ishlar olib borilishini aytishgan. Qanday yerda biz surashtirsak, ular dayraning üstündagi kichik yer bor ekan, al Төлөкөн айыл өкмөтүнө карайт экен, ал айыл өкмөт Төлөкөн айыл өкмөтү Кара Суу районуна карайт. Ол бизге жерге биздин неме өзөтпөйт. Эч кандай ыйгарым укугубуз жок ал жерге койгонго. Эптеп чекесине коюп койбойт, чекесине коюп койгон менен алар дайрага ыргытат. Кайырма канал өтөт, кайырма каналына ыргытса
мұсыр ақыр ішкерге толып тұр қайырма каналы. Аны төмен жағында пайдаланғандар дағы арзанып шығышады. Hududiy kengash rahbari yashovchilarga qarshi chiqqan yerdan bo'lak joy yo'qligini qo'shimcha qilib, hech nima qila olmasligini aytadi. O'sh shahar tozalik ishxonasi esa qachonki hududiy kengashga yozma ravishda murojaat qilmaguncha quti o'rnatilmasligini ta'kidladi. Arz negizinde biz qayrilamiz. Anday masala shahar bo'yicha ko'p. Bu yerga turmes qo'yilib qolgan, meni uyimga yaqin qo'yilib qolgan degan endi ko'p qayrilishadi. Biroq biz tozalik ishxonasi musurni alып chiqarib ketgan gana javob beramiz. Tashlandığı местаны shu arxitektura, umez, аймақтық kengash qiziqlar bo'lib, аймақтық kengash chechib berish kerak. O'sh shahar arxitektura boshqarmaligi ham ariza tushmaguncha quti o'rnatishga yer chizib bera olmasligini ma'lum qildi. Shahar rahbariyati esa masalani yechish yo'li qatori hafta sayin chiqindilarni olib ketishni uyushtirishgan. Shahar rahbariyati esa masalani yechimi qatori hafta sayin chiqindilarni olib ketishni uyushtirishgan. Rekonstruksiya banki bilan dolborning ustidan ishlab o'tamiz. Бұл dolbor o'zining negizinde biz qo'shimcha atayin texnikalarni alamiz. Undan keyin shaharga yangi sanitardық uchurdan zamonbop talabına loyiq janağı borbordiq tashlandilarni to'ptovchi joyda salamiz. Ana o'shanda biz mashinamizni texnikalarning soni ko'payganda biz bara etap bilan janag'inday signallik metodda kirgizib elimizni yuritishimiz kerak. Mazkur loyiha qachon ishga oshirilishi hozircha noaniq. Ungacha Atabayev ko'chasining yashovchilari chiqindini uyda saqlab, antisanitariya holda yuqumli kasalliklar tarqalishi mumkin deb xavfsirashmoqda. Bu kabi muammo boshqa hududlarda ham uchraydi. Aniqlanganday Manasata hududiy kengashda 14 ta ko'p qavatli uyda ham chiqindi quti yo'q. Hilola Ashurova, Nazgul Axunova, Azam Buzrukov, Intimaq. Joriy yilda Eid Qurbon 4-oktyabr shanba dam olish kuniga to'g'ri kelganligi uchun dushanba 6-oktyabr dam olish deb e'lon qilindi. Bu haqda Mehnat, migratsiya va yoshlar ministrligidan xabar qilishdi. Natijada haftasiga 5 kun ishlaganlar dushanbada dam oladi. Hujjat Premyer ministrning imzosi bilan yuborildi. Qirg'izistonliklar Osiyo o'yinlaridagi bokschi Usen Aliyevning kurashi bo'yicha qat'iy norozilik bildirishdi. Bu haqda Jismoniy tarbiya va sport agentligining matbuot kotibi Nurdin Sultonbayev ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, 52 kilogramm vaznda chorak finaldagi Azat Usen Aliyev bilan pokistonlik Muhammad Vasimning bellashuvi hakamlar tomonidan noto'g'ri baholandi. Pokistonlik bokschi bizning sportchini boshi bilan urgan. Boksda bunday holat taqiqlangan. Bungacha mana shunday vaziyat bo'lib, koreyalik bokschini raqibini urgani uchun o'yindan chetlatishgan, dedi Nurdin Sultonbayev. Hozircha norozilik natijasi chiqmadi. Jalolobod rayonlararo issiqlik berishni ishlab chiqarish tashkilotiga prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'aldi. Yuqoridagi ishxonaning xodimlari 2 million so'mni noqonuniy o'zlashtirgan deb ayblanmoqda. Jalolobod shahridagi qish mavsumiga bo'lgan tayyorgarlikdagi poraxo'rlik faktlari bo'yicha muxbirimiz xabar qiladi. Bunda bu yog'ini ısıydı. Bunu 4 ısıydı. Bizning bunday shu 4 qavurg'asini ısıydı, qolgani ısıydı. No 4 o'lchayni ısıydı. Jalolobod shahrining yashovchisi Baxtiqan Bektasheva nafaqa bilan kun ko'radi. Uyidagi issiqlik quvurlarining yaxshi ishlamasligi sababli qishda uyini isitish muammo. Oldinda esa qahraton qish kelmoqda. Elektr energiyasiga kirgizilgan cheklov ham Baxtiqan opani tinchini olmoqda. Ratabilen biroq yaxshi ısıydı. 3-4 yil qavurg'asi ısıydı, qolgani ısıydı. Bir yil komnatada. Hem bu yil qanday bo'ladi bilmayman. O көмір көтіп неме мазут менен ыстат деп атат. Ал қандай ыстат, қандай жоқ, қандай жашоо болот билбейм. Эми биз өзүбүз карыган пенсионер болсом, эми жаш балалуу чакалуулар бар. Jalolobod issiqlik berish ishxonasiga oblast prokuraturasi tomonidan jinoiy ish qo'zg'almoqda. Bunga 2013-2014 yillarga bo'lgan issiqlik berish yo'nalishida poraxo'rlikka yo'l qo'yilgani bo'yicha faktlar borligi sabab bo'lmoqda. Qo'pollik bilan qonunni buzib 1,7 million oshiq mablag' shaxsiy manfaati yo'lida yo'q qilinganini aytadi Jalolobod oblasining prokurori. Jeke ishkerler bilan жалгандан келишимдерди түзүп туруп 1,755 million so'mdu o'g'rilik qilib o'zlarini singirib olishganda bu fakt bo'yicha 19 sentyabr günü Qırgız Respublikasının Qılmış Jaza Kodeksinin 171 statyası, 304 statyası, 350 statyaları menen qılmış işi qo'zg'aldi. Бұл деген ишенилип берилген мүлктү ыйгарып алуу, кызмат абалынан кыянаттуулук менен пайдалануу жана кызматтык жасалмачылык статьялары менен кылмыштар qo'zg'aldi. Endi poraxo'rlik sodir bo'lgani uchun mazkur ishxonaning sobiq rahbariyati javobgarlikka tortilish arafasida. Noqonuniy sarflangan xarajat qayta tiklanayotganini yangi rahbariyat ma'lum qildi va jinoiy ish tergovning chiqargan qaroridan so'nggina aniq bo'lishini qo'shimcha qildi. Tender o'tkazgan ekan, o'sha tenderda
фирмага акчасы которулуп кеткен экен, ошону издеп табышып, кече күнү кассага төгүп кетишти. 2 миллионда 200 миң алыкта. Мен ошо буларга текшерүү жүрүп, кылмыш козголгондон кийин мени Бишкектен бияка которулду. Мен bir aydan ашып калды келип бияқта иштеп атканыма. Poraxo'rliklar ba'zilarga saboq bo'lmoqda. Bu yil ham shaharliklar issiqlikka bo'lgan muhtojliklarini oshirmaslik uchun markaziy isitish o'choqlarini ta'mirlab, kelayotgan qishga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Endi oblast prokuraturasi tomonidan bu yilgi 10 dan oshiq poraxo'rlik ishlari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'aladi. Ra'noy Nazarova, Talg'at Baykiyev, Temirbek Jaqipov, Intimaq, Jalolobod oblasti.